Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun bozorga chiqdim. O'zim yoqtirgan mana bozorlik bo'ldi-da, hurmatli opa-singillar. Qarang. O'zim yoqtirgan gullarni olib chiqdim. Mana qarang. Ochilganlari ham bor, mana geranlarimiz ochilgan. Bardavoy qizil, keyin oranjeviy boshqacha gul urug'larini ham, kartoshkalarni ham olib chiqdim. Urug' olib chiqmadim, tayyor ko'chatlar olib chiqdim. Hurmatli opa-singillar. Mana boshidan boshlaylik. Mana bu gulimiz. Mana buni hozir nomini unutib qo'ydim. Bu gulingizni nomi nima desam ketardi. Bir narsa dedi, hozir unutib qo'ydim. Mana bundan 4 dona mana. 4 dona. Buni hozir ekib qo'yasiz dedi. Sekin asta chiqadi. Shoshilmaysiz chiqishiga dedi. Endi mana bu gulimizni, mana kartoshka gulimiz. Mana bu nima ekan? Mana 5 dona. Mana giyargin ekan, giyargin. Nima ekan? Bardavoy qizil deyishdi. Endi hali bularni ekamiz. Mana giyargin olib chiqdim. Bir chekkaga qo'yib turamiz endi bularni, ko'rsatganlarimni. Mana bu bizda 7 go'zal deyiladi. Chinnigul ham deyiladi. O'zimda bor edi. Bu yil endi qandaydir tagidan chiqqanlari yaxshi emas, nimjon bo'lib chiqishdi-da. Qishi bilan ko'm-ko'k bo'lib turardi. Bu yil nimagadir unaqa bo'lmadi. Shuning uchun mana shu hozir bu yil ochiladi bular dedi. Aslida bu gulni birinchi chiqqazgan yilingiz ochilmaydi. Ikkinchi yildan ochiladi. Bu gullar ochiladi deb berishdi. Endi qani ko'ramiz. Gaplari rostmi, yolg'onmi ko'ramiz. Endi mana bu gulimiz ham juda ham chiroyli ekan. Ayda ochilib turibdi. Ochilganlari ozgina qimmatroq ekan. Endi bunisida mana g'unchalarni qarang. Hammasi g'unchalar. Bu ham hademay ochiladi deyishdi. Bundan mana 2 ta olib chiqdim. Mana juda ham chiroyli gullar ekanda, ajoyib bo'lib turibdi, chiroyli bo'lib. Tashqaridamanda plyonkani o'chirib o'ryapti, tagiga plyonka solgan edim. Mana bu gullarni olib chiqdim. Bularni bir chetga qo'yib turamiz, shamol o'chirmaslik uchun. Endi mana bu gulimiz. Mana shu gulni men juda ham izlayotgan edim. Hurmatli opa-singillar, mana bu piyon gul. Buni ham ekib qo'yamiz. Bu ozgina qimmatroq ekan. Mana shuni nimaga oldim? 30 mingga oldim mana shuni. Mayli, qimmat bo'lsa ham o'zim izlagan gul edi bu. Mana bugun bozorimizdan topib chiqdim. Piyon gul. Ko'paytirib olaman ekib. Bir yil eksangiz keyin ko'payib ketadi deyishdi. Xudo xolasa ko'paytirib olaman. Linkani shamol uchib yuboryapti. Shuning uchun bunday qilib qo'yay. Tashqaridamanda. Xo'sh, buni tanishtirdim. Mana bunisi piyon gulimiz. Mana bular endi rayhon, mana qora rayhon, stakanchigi bilan oq rayhon. Bu rayhonlardan 4 hademay bozorlarimizda hali ko'payib ham ketadi, sirop bo'lib. Endi hozir shularni olib chiqib o'tkazib qo'ygim keldi. Mana ikkitasi qora, ikkitasi oq. Bargi katta bo'ladigan rayhon bu. Mana anchagina gul ko'chatlarini olib chiqdim. Endi urug'lari ham bor. Urug'larini ham sochib chiqarsam bo'ladi. Unga anchagina vaqt ketadi. Biz yerlarimiz quruq. Shuning uchun juda uzoq muddatda chiqadi. Urug'larini ertaroq sochib qo'yaman desam, yerimiz tayyor bo'lmaydi-da. Mana endi tayyor bo'ldi, tayyorlab qo'ydik. Baribir urug'larini sochsam kech bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'chatlaridan olib chiqdim. Endi mana bu gulimiz, mana g'unchalari bilan. Bo'ylari baland, uzun ekan. Shuning uchun mana ko'ldan qilib ko'rsatyapman. Tagida mana nima tuprog'i bilan turibdi. Bu gulning nomi nima deb so'rasam, nima deyishdi? Bittalari aytdiki nargiz guli deyishdi, bittalari aytdiki sarvinoz guli deyishdi, endi bilmadim.
Bunisi geranimiz mana. Geran gulimiz. Juda chiroyli ekan, rangi yoqib qoldi bu gulni mana. Mana bu joyda mana g'unchalari bor. Mana qarang. G'unchasini qarang. Mana. Buni ham yerga o'tkazmoqchiman. Endi mana bunisi mana bardavoy qizil ekan. Qarang, chiroyligini qarang buni. Buni ham g'unchalari bor, qarang. Mana g'unchalar. Bularni yerga o'tkazib qo'yaman, xudo xolisa. Mana bugungi olib chiqqan gullarim mana shular, hurmatli opa-singillar. Hali ketki tomon quyosh botish oldidan iftorlikdan ozgina oldin hammasini ekib qo'yamiz. Chunki quyosh paytida, issiq paytida o'tkazsangiz bo'lmaydi. Qurib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun salqin tushganda o'tkazish kerak. Kechasi bilan o'ziga kelib oladi ertalabgacha salqin havoda. Mana bugungi bozorliklarim, gul bozorim. Narxlarini aytishni unutibman. Mana buni nomini hozir unutib qo'ydim. Nomini bilmayman. Qizil ochiladi deyishdi. Quyoshli joyga eking deyishdi. Agar quyosh kam tushadigan joyga eksangiz, bo'yi baland bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun quyoshli, oftob joyga eking deyishdi. Buni 10 mingga 4 dona oldim mana. 10 mingga 4 dona. Narxlarini ham aytib qo'yay, qiziqishingiz mumkin, to'g'rimi? Mana bu giyarginni ham, bu giyarginni buni qimmatroq berishdi. 5 mingdan berishdi buni. Giyarginni kartoshkasini 5 mingdan oldim. Mana bu endi nargis guli bo'lsa kerak. Mana nargis guli mana shu 10 ming so'mlik. Necha tub endi bilmayman. Bu ham 4 tub ekan. Mana buni qanchaga oldim? Unutdim, o'rtoqlar. 4 tub. Menimcha 4 tubni 10 mingga oldim shekilli. Rayhonni 10 mingga 4 tadan oldim. 10 mingga 4 ta stakanchigi bilan. Mana buni 7 mingga 2 ta oldim. Yo'q, 7 mingdan oldim. 15 mingga 2 dona oldim. Mana girallarimiz ham shunaqa. Girallarni 15 mingdan oldim. 15 mingdan ikkalasini 30 mingga oldim. Endi mana ro'zg'or uchun bozorlik o'rtoqlar, mana bular zelillar. Zelillar ancha arzon bo'lib qoldi bozorimizda. Mana 2 bosh ukrop, 2 bosh kashnich 4 ming so'mdan. Mana. Ming so'mdan 4 ming. Mana bu ismaloq. Mana bir narsa tayyorlaymiz. Bahor paytida yeb turish kerak. Bularni yuvib, tozalab, bir narsa o'ylab topamiz. Bir narsa pishiramiz, tayyorlaymiz mana. Juda chiroyli ekan. Bu 5 ming so'm. 1 kilosi 5 ming so'm. Ismaloq. Endi mana pomidorlar. Pomidor 30 ming kilosi. Bodring 25 ming. 1 kilo pomidor, 1 kilo bodring. Mana bu 1 kiloga tuxumimizni mana katta ekan. 1 kiloga tuxumni mana katta. Bularni ham yuvib tayyorlab qo'yaman. Hammasini o'tirib bir don bittadan yuvaman. Har bittasini alohida sho'tkalab 30 ta bo'ladimi? Qancha bo'ladi? Xullas 1 kilokasini 33 mingga oldim, sanamadim. 33 ming. Makronlarimiz mana. Makronlarimiz juda unaqa firmenniy makron bo'lmasa ham, lekin bu makronlarimiz sifati yaxshi. Qayerda ishlab chiqarilgan bilmayman, lekin nima? Har doim shu makrondan olaman. Juda ham sifat yaxshi. Mana bunaqa ichida pripravalari ham bor. Har bittasini ichida. 3 patka makron. Ro'zg'or uchun. Endi mana bu. Mana shirinliklar.
shirinliklar oldim, shokoladlar. Banan oldim, mana bananimiz. Bu ham shokolad. Mana bu ham shokolad. Novvat oldim, mana. Novvat choy qilib ichib turamiz. Vafli. Bolalar yaxshi ko'rishadi. Mana buni ham yaxshi ko'rishadi. Buni oldim. Keyin nima? Xurmo oldim, mana. Xurmo oldim. Bugungi bozorliklarimiz narxlardan iborat, hurmatli opa-singillar, lekin gullarga, ayniqsa gullarga juda xursandman. Gullarim Xudo xolasa yaxshilab ko'kartirib olsam, ajoyib gullar bo'ladi. O'zim izlagan gul nimalarini olib chiqdim. Har qalay piyonni ham izlab yurar edim. Bugun chiqsam bor ekan, endi qimmat bo'lsa ham mayliga, men agar o'zimga yoqib qolgan narsa bo'lsa hech qachon pulni ayamayman. Ba'zilar voy deyishdi, shuncha pulni ham olasizmi, shunchaga ham olasizmi deyishdi. Men unga achinmayman. Hovlingiz chiroyli bo'lib tursa qanday yaxshi, to'g'rimi? Har qaraganingizda, har aqabaqa o'tib ko'rganingizda, o'tganingizda ham ko'rasiz, bu tomonga o'tganingizda ham ko'rasiz gullar ochilgan paytida, to'g'rimi? Undan shunaqangi nima olasizda, zavq olasiz. Endi kimga qanaqa bilmadim. Men shunaqaman, gullarga qaragan sari dam olaman. Fikrlarim yaxshilanadi. Sog'lig'im yaxshilanadi, kayfiyatim yaxshilanadi. Endi bu narsa hammaga har xil bo'lsa kerak. Men hech qachon bu gullarni masalan qimmatga olibsiz deyishganiga achchig'im kelmaydi, mayliga. O'zimga yoqsa bo'ldi. Har kim har xil tarafdan qaraydi, to'g'rimi? Hurmatli opa-singillar, endi hali salqinroq tushgan paytida bu gullarni joy-joyiga qo'yib porядка bilan ekamiz. Hademay rayhon nima ko'chatlari, boshqa ko'chatlar ham juda serob bo'lib ketadi. Sada rayhonni ko'chati chiqmabdi. Ko'chatlari chiqsa albatta olib chiqib, astra gulini ko'chatlarini olib chiqaman. Hammasidan olib chiqib, sekin ekib to'ldiramiz. Mana ekin-tikinlarning atrofida ko'pgina bo'sh joylarimiz bor. U joylarda narsa bitmaydi-da, gul bo'lishi mumkin, lekin boshqa narsa hosil ola olmaysiz, lekin gullar chiroyli bo'lib katta bo'laveradi. Ana o'sha bo'sh qolgan joylarga Xudo xolasa har xil gullarni ekmoqchiman. Plan bilan qilib, yana nima demoqchi edim? Shirin aytgan ekansiz, razmarinlar eking. Bizning bozorlarimizga razmarin ko'chatlari chiqmaydi-da. Chiqqanda albatta undan ham olib chiqib ekkan bo'lar edim. Razmarin ko'chatlari yo'q. Pomidor ko'chatlari chiqibdi. Endi hozir sal nimaroq ekan, nozikroq ekan. Keyinroq olaman pomidor ko'chatlarini ham. Pomidor, bulg'or qalampiri, achchiq qalampir, baqlajon, oq loviyalar ekamiz. Xullas kalon ko'p narsalar ekamiz, atrofini esa gullar ekamiz, hurmatli opa-singillar. Gullarim ochilganda albatta Xudo xolasa inshaalloh sizlarga ham ko'rsatib boraman. Hali yana esimdan chiqib qolgan gaplarim bo'lsa yana gaplashamiz. Endi gullarni haliroq ekib olamiz.